Oliy ta'lim muassasalariga o'qishga topshirish to'lovi 206 ming so'm. 2026-2027 o'quv yili uchun 5-iyundan qabul boshlandi. Bunda qabul 2 bosqichda bo'lib o'tadi. Qabulning birinchi, ya'ni tanlov bosqichi 5-iyundan 25-iyunga qadar o'tkaziladi. Bunda abituriyentlar test sinovi topshirish uchun myuzbmb.uz saytida onlayn ro'yxatdan o'tadi hamda fanlar majmuasi ta'lim tili test topshirish hududini tanlaydi. Ya'ni bilim va malakalarni baholash agentligining rasmiy saytiga kirib, ro'yxatdan o'tish oynasiga abituriyentning pasport seriyasi va raqami, shaxsiy identifikatsiya raqami, telefon raqami, parol va takroriy parol hamda arifmetik amalning qiymati kiritilib, shaxsga doir ma'lumotlardan foydalanishga rozilik bildirilgan holda ro'yxatdan o'tish tugmasi bosiladi. Shundan keyin abituriyent telefon raqamiga xabarnoma yuboriladi. SMS xabarnomadagi 5 xonali raqamni dasturga kiritib, ma'lumotlar tasdiqlanadi. Shuningdek, abituriyentlar One ID orqali ham ro'yxatdan o'tishi mumkin. Bunda oliy va kasbiy ta'lim tashkilotlariga qabul bo'limiga kirib, xizmatdan foydalanish bosiladi. Shundan so'ng abituriyentlarning yashash va ichki ishlar vazirligining manzil axborot tizimidan yashash haqidagi ma'lumotnomalari olinadi. Agar abituriyentning doimiy yashash manzili avtomatik kelmasa, yashash manzili abituriyent tomonidan mustaqil to'ldiriladi. Tugallangan ta'lim muassasasi degan joyiga o'zingiz tamomlagan maktab, texnikum yoki akademik litsey kiritasiz. Barcha ma'lumotlar so'ralganiga qarab, ya'ni hududi, shahodatnoma yoki texnikum diplomlari seriyasi raqamlari kiritiladi. Shundan so'ng sizdan fanlar majmuasi bo'yicha sertifikatingiz so'raladi. Agar sertifikat bo'lsa, barchasini kiritishingiz lozim. Shuningdek, keyingi oynada sizdan maxsus imtiyozlaringiz so'raladi. Agar imtiyoz bo'lsa, sizda ushbu bo'limda avtomatik chiqadi. Agar avtomatik sizni imtiyozingiz chiqmasa, imtiyoz olgan vazirlik idoraga murojaat qilishingiz kerak. Ariza topshirish bo'yicha barcha ma'lumotlar bilan tanishib chiqqandan keyin test topshirish hududi va ta'lim tili tanlanadi. Agar abituriyent alohida iqtidor talab etadigan ta'lim yo'nalishlari bo'yicha, ya'ni kasbiy ijodiy imtihonlarda ishtirok etsa, qo'shimcha ravishda ta'lim tili, test topshirish hududi, alohida iqtidor talab etiladigan ta'lim yo'nalishi, kasbiy ijodiy imtihon topshiriladigan oliygohni ham belgilaydi. Saqlash tugmasi bosilganidan keyin ma'lumotni tasdiqlash uchun abituriyent raqamiga SMS xabarnoma yuboriladi. SMS xabardagi kodni dasturga kiritish orqali abituriyent ma'lumotlarni tasdiqlaydi. Barcha ma'lumot tasdiqlangach, abituriyent qayd varaqasi shakllanadi. Bunda yuqorida belgilangan ma'lumotlar, ya'ni test topshirish hududi, ta'lim tili va imtihon turi, imtiyozlar va sertifikatlari, pastida esa abituriyent uchun eslatma va qabul qilingan sana ko'rinib turadi. Shundan keyin abituriyent o'z qayd varaqasini yuklab olsa bo'ladi. Bu ma'lumotlar 25-iyunga qadar tahrirlanishi mumkin. Ya'ni siz 25-iyunga qadar o'z ma'lumotlaringizga yangiliklar, ya'ni yangilanishlar qo'shishingiz mumkin. Keyingi ikkinchi bosqichda abituriyentlar kirish imtihonlari to'liq yakunlanganidan so'ng 15 kun davomida myuzbmb.uz sayti orqali quyidagilarni tanlaydi, ya'ni oliy ta'lim muassasasi, bakalavriat ta'lim yo'nalishi, ta'lim shakli va tanlov ustuvorligi. Abituriyent test sinovida to'plagan ballarni imtihon o'tkazilgan kunning ertasiga bilishi mumkin. Uning talabalikka tavsiya etilgani yoki etilmagani qabul jarayonining ikkinchi bosqichi to'liq yakunlanganidan keyin bir hafta muddatda bilimni baholash agentligining rasmiy veb-saytida e'lon qilinadi. O'qishga topshirishdagi 206 ming so'm to'lovga kelsak, bu to'lov ikkinchi marta o'qishga topshirayotganlardan talab qilinadi. Ya'ni siz o'tgan yilda o'qishga topshirib kira olmagan bo'lsangiz va bu yil yana oliygohga topshirayotganingizda siz 206 ming so'm to'lov qilishingiz kerak. Shuningdek, bu summa yoshlar daftariga kiritilgan yoshlar, ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimida ro'yxatga olingan shaxslar va ularning farzandlari, nogironligi bo'lgan shaxslar, to'liq davlat ta'minotidagi shaxslar, joriy yil bitiruvchilari, imtihonlarsiz talabalikka tavsiya etiladigan abituriyentlardan undirilmaydi. Bundan tashqari, ushbu summani 25-iyunga qadar to'lamasangiz, siz test sinovlariga kiritilmaysiz. Avlod media jamoasi oliy ta'lim muassasasiga kirish istagida bo'lgan barcha talabgorlarga omad tilaydi. Qabul bo'yicha savollaringizni izohlarda qoldirishingiz mumkin. Ta'lim haqidagi yangiliklarni birinchilardan bo'lib bizning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizda kuzatib boring.